Mana shu 3 tasmali qarama-qarshi yo'lni bilish orqali siz 10 ga yaqin savolning javobini bemalol bilib olishingiz mumkin. Yaxshilab qarab turing, men sizlarga 1 minutda shuni tushuntirib qo'yaman. Demak, 3 tasmali qarama-qarshi yo'l. Bilyapmiz, 3 tasmali bo'lgandan keyin qarama-qarshi yo'l bo'lyapti. Biz yo'nalishimiz va qarama-qarshi yo'nalish. O'rta neytral bo'ladi. Harakat ikki taraflama bo'ladi. O'rta bo'lak biz uchun nimaga kerak? O'rta bo'lakdan qanaqa maqsadda foydalanamiz? O'rta bo'lakdan mana bu yerda ketayotgan transport vositasi bo'lsa, sekin ketayotgan transport vositasi bo'lsa, buni quvib o'tish uchun o'tamiz. Buni quvib o'tish uchun yoki buzilib qolgan mashina bor, yurmayapti, jism. Buni aylanib o'tish uchun. Nima uchun ekan? Quvib o'tish, aylanib o'tish. Hamda o'rta bo'lakdan biz chapga burilish yoki qayrilib uchun ham foydalanamiz. O'rta bo'lakdan to'g'ri ketib bo'ladimi? Yo'q. Nima uchun? Ro'paramdan kelayotgan transport vositasi ham mana o'rta bo'lakka chiqib, o'rta bo'lakdan chapga buriladi yoki qayrilib oladi. Shuning uchun o'rta bo'lakdan to'g'riga yurib bo'lmaydi. 3 tasmali yo'l bilan keladigan savollar qanaqangi savollar keladi bizga? Demak, 3 tasmali yo'lda o'rta bo'lakka nima maqsadda o'tamiz? Aylanib o'tish uchun, quvib o'tish uchun, chapga burilish va qayrilib olish uchun. Birinchi savol, o'rta bo'lakdan to'g'ri ketish mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Keyingi savolimiz, quvib o'tish uchun chiqqan transport vositasi shu bo'lakda qolishi mumkinmi deydi. Qolish mumkin emas, chunki o'rta bo'lakdan ro'paradagi ham foydalanadi. Demak, 3-savol ketdi va shu holatda mana bu bo'lakka o'tish mumkinmi deydi. Chetki chap bo'lakka o'tish hech qachon mumkin emas. 3 tasmali qarama-qarshi harakat tashkil qilingan yo'lda o'ngga burilish qaysi bo'lakdan deydi. O'ngga burilish albatta istalgan yo'lda o'ng bo'lakdan bo'ladi va 3 martami 4 marta so'raydi, rasmli holati keladi. Shu holatda mana bu tarafga o'tish mumkinmi ro'paraga deydi. 1200 ta test keladigan bo'lsa, har doim qarama-qarshiga o'tish taqiqlangan. Hech qachon qarama-qarshiga o'tish mumkinmi degan savol bo'lsa, ruxsat beriladi demaymiz. Har doim qarama-qarshiga o'tish taqiqlanadi. Shun quvib o'tish